Assalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar yaxshimisizlar? Salomatchiliginglar yaxshimi? Bir yangilikdan xabardor bo'lib qoldim. Bir haftadan beri Tatneft zapravkasida halol sertifikati borligini, ularda hozirgi kundagi boshlig'i Tataristondanligini eshitib turib, kelib bir haftadan beri sertifikatni so'rab hozir qo'liga oldim. Sertifikatni oldim, har bittasini o'qib tekshirib chiqdim. Muftiy Shayx Ravil Gunoyiddin hazratlari tomonidan berilgan sertifikat ekan, 1-oktyabr 2025-yil. Endi bilganlar bordir, bilmaganlarga yangilik. Bemalol Tatneftga kirib, ovqatni olib, sosiskasi, imенно выпечка tarafda hammasi halol ekan. Bu tarafdan ham sviniylarni olishib olgan ekan. Har bittasi Tataristondan kelishligi, chisalarigacha qo'yilgan, har bittasi kontroldan o'tgan ekan. Internetda ham qarashtirdim, internetlarda ham bir qator o'qidim. Haqiqatan halolligiga kafolat bor ekan. Bu McDonald'slarda singari haligi shubhali emas. Aniq halol ekan inshaalloh. Muftiy hazratlarining bergan ruxsatnomasiga qaraganda, bularning boshlig'ini intervyularini ham bir qator ko'rdim. Shunga bemalol Tatneftga kirib, bu yerda indeykasidan tortib, говядинasigacha, baraninasigacha, tripetsasigacha hammasi halol ekan. Och qolganda qaqa borishni bilmasdan ko'chadan har xil holatdagi shaurmani yemasdan bemalol kirib, xot-dogdan olib iste'mol qilishlikka musulmon odamga yaroqli ekan. Bilganlar bo'lsa takrorlanib qoldi, bilmaganlar bo'lsa mazza qilib kelib yesanglar bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.